ba'zi birlar chiqargan maqollari bor. Otangni o'ldirganga enangni berdi. Qayerdan keldi bunaqa maqol? Dindan oldinglar. Dinimizda Alloh va uning rasuli aytdilar. Asos qayerda qoldi? Hamma g'azab emas, ba'zida darg'azab bo'lishlik bu ibodat bu. G'azabi kelishlik, darg'azab bo'lishlik ibodat bu. Ba'zida takabbur qilishlik ibodat bo'ladi. Kofirning oldida halim bo'lib turmaydi mo'min odam. Kofirning oldida Alloh taolo ashiddau alal kuffar, kofirlarga qattiq qo'l bo'ladi dedi. U sen aka ayog'ingizni olib ketaydi deydigan odam bo'lmaydi mo'min odam. Kofirga qattiq qo'l bo'ladi. Halim bo'ladi. G'azabini tiygan odam bo'ladi degani hamma joyda halim bo'lmaydi. Bizga halimlik islom deganda shu otasini o'ldirganga ham qizini beradigan, enasini beradigan, so'ksa ham indamasdan tiliz og'rib ketmadimi meni so'kib deydigan unday emas. Mo'minga shunday. La ilaha illalloh degan mo'min odamga haqiqatda halim bo'ladi. Lekin dinga dushmanlik qiladigan odamga bu mo'minlik, iymonning sifati namoz o'qiysanmi? Ha, o'qiyman. Nima bo'pti? Nima bo'pti namoz o'qisan? Va kufrning malaklarini oldida inson dini bilan aziz suradi, orttirmaydi birodarlar. Biz bunga ta'lim berayotganimiz yo'q. Dini bilan nimaga soqol qo'yding desa, nima ishing bor? Bu meni Robbimning buyrug'i, Rasulining buyrug'i. Nima uchun hijob olading desa, aka kechirib qo'yasiz demaydi. Allohning buyrug'i deydi. Unga qarshi chiqqanlarning oldida kibri bilan turadi. Bu ibodat, bu farz bu narsa. Halimlik deganda hamma yo'qqa hozirda oldida ham halim turgan emas. Yo'q. Halimlik mo'minga halimlik. Tavozulik mo'minga, musulmonga tavozulik. Hasad ham bu shunday. Hasad ham qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimga solih odamni ko'rganda qani men ham bundan ketib qolmasin deb emas, balki ana shunday ashunga berilgan ilm, ashunday berilgan dunyoni Allohning yo'lida infoq qilayotganda oilalarni ko'rib, menga ham Alloh shunday dunyo bersa, ilm bersa, men ham Allohning diniga sarflasam, mu'minlarga sarflasam deyishlik bu mamduh bo'lgan sifatlardan, maqtalgan sifatlardan.